Nemis tilida ko'pchilik xato qiladigan sonlarni bilasizmi? Ushbu videoda sizlar bilan nemis tilidagi 0 dan 20 gacha bo'lgan va ko'pchilik xato qiladigan sonlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan A1 darajamizni 4-darsi leksion 4. Bu darsimizda sizlar bilan nemis tilidagi 0 dan 20 gacha bo'lgan sonlar bilan batafsil tanishamiz. Qani, ketdik. Demak, ko'rib turganimizdek, bu yerda hozir dastlab 10 gacha bo'lgan sonlar bilan tanishamiz va keyin yuqorilab boramiz sekinlik bilan. O'qilishini va eshitilishini birga takrorlab boringizlar. Xo'p. Demak, raqamimiz 0 sonini biz 0 deb ataymiz nemischasiga. 0. Keyingi sonimiz demak 1, ya'ni ein. Ein yoki da eins. Buni o'qilishi agarda birorta otdan oldin kelayotgan bo'lsa, misol uchun bir kitob, ya'ni ein Buch yoki bir bola, ein Kind deb otdan oldin bir soni kelayotgan bo'lsa, bunda ein ishlatiladi. Qolgan vaziyatlarda, ya'ni sanayotganimizda 1, 2, 3 deb sanalayotgan vaziyatlarda esa ko'pincha odatda eins ishlatiladi va bu nemis tilida tabiiy hisoblanadi. Davom etamiz. Keyingi ikki raqamimiz 2. Ya'ni 2 deb talaffuz qilamiz. Bunda agarda nimaga bilan i kelayotganda ay deb o'qilishiga ikkilanayotgan bo'lsangiz, bizni alifboni batafsil tushuntirgan birinchi darsimizni to'liq ko'rishingizni tavsiya beraman. Keyingi sonimiz 3, 3. 3 deb talaffuz qilinadi. Davom etamiz. 4, 4. 5, 5. 6, 6 yoki 6. 6. 7, 7. 7. 8, 8. 8. 9, 9. 9. 10 esa 10 deb talaffuz qilinadi. Bundan tashqari bizda 11, ya'ni 11 va 12, ya'ni 12 raqamlarimiz bor. Bularni bu yerga qo'shishimizdan sabab bu yerdagi raqamlarning barini biz yodlashimiz kerak. Bularni yozib olib, yodlab olingizlar. Keyingi sonlarni yasalishda bular juda ham muhim ahamiyatga ega. Endi esa keyingi, ya'ni 13 dan 19 gacha bo'lgan sonlarni qanday yasaymiz nemis tilida? Bular osonroq ancha. Bizda keyingi sonlarni yasashda o'sha sonni aytib, undan keyin 10 raqamini aytishimiz kerak, ya'ni 10 ni. Misol uchun, agarda 13 demoqchi bo'lsak, birinchi o'sha sonni aytamiz, ichidagi sonni, ya'ni 3 raqamini 3 nemischasiga o'rgandik, 3, to'g'rimi? 3 keyin 10 raqamini qo'shib aytishimiz kerak. Ya'ni ko'ramiz, 3, 10 qo'shilsa, 13. Bu o'zbek tilida mana e'tibor bergan bo'lsangiz, 13, ya'ni birinchi 10 ni aytib, keyin 3 ni aytayotgan bo'lsak, nemis tilida esa teskari, ya'ni birinchi 3, keyin 10. 3, 10, ya'ni 13 deb ataladi. Qolganlari ham qiyin emas. Xo'p, qani 14 qanday bo'ladi? O'ylab ko'ringizlar. Birinchi demak 4 ni aytamiz, 4. Undan keyin esa 10 raqamini, ya'ni 10. Xo'p, 14. 14. Juda yaxshi. Davom etamiz. Keyingi raqamimiz 15. 15. Undan keyingisi esa e'tibor beringizlar bu yerga. 16 qo'shilganda bu 16 deb o'qiladi. Bu istisno holatlardan shuning uchun qizil rang bilan belgiladik. Bundagi 6 raqamdagi 6 deganimizda S harfi tushib qoladi, 10 bilan birga yozayotganligi uchun. Shuning uchun 16 deb buni talaffuz qilamiz va yozilishi ham xuddi shunday bo'ladi. Undan keyingi raqamimizga ham juda ham e'tibor berib turingizlar. Bu 17 raqami, ya'ni 7 bilan 10 kelganda. 17. Bu yerda ham sezganlaringizdek 16 deganimizdagi zaxni s tushib qolgandek, bu yerda ham 7 da n qismi tushib qoladi va yozilganda bizda 17 deb yozilar ekan. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi 18 va undan keyingisi 19. Bular oddiy. Qizil bilan belgilangan raqamlarni albatta e'tibor bilan yodlaysizlar, yozib olingizlar.
Va albatta kundalik foydalanishda ishlatingizlar. Darsimiz boshida ta'kidlab o'tgan nemis tili o'rganuvchilari ko'p xato qiladigan sonlarimiz aynan mana shu belgilab qo'yilgan 16 va 17 raqamlar edi. Bularda o'quvchilar orasida 16 yoki 17 degan talaffuzlar ko'p uchraydi va bu qo'pol xato do'stlar. Shuning uchun bularga juda ham e'tiborli bo'lingizlar va bu xatoni sizlar takrorlamaysizlar. Va mavzumizning oxirida har doimgidek bizda sizlarga bitta savol bor. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Ya'ni nechta tilda gaplashasiz? Ich spreche 3 Sprachen. Men 3 ta tilda gaplashaman. Siz nechta tilda gaplasha olasiz? Iltimos kommentariylarda yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham qiziq. Shu bilan do'stlar, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tomosha uchun kattakon rahmat. Darsni yaxshi o'zlashtiringizlar va bizni video ostidagi havola orqali Telegram kanalimizga o'tib, u yerdagi sonlarga bag'ishlangan maxsus vazifalarni bajarishingiz mumkin. U yerda sizlar uchun alohida PDF materiallari tayyorlangan. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.